Bugungi kundagi Isroil va Falastin mojarolari va G'azo aholisi boshiga tushgan og'ir kulfatlar fonida jahon hamjamiyati arab davlatlarini bunday qirg'inga ko'z yumishda ayblab kelishadi. Lekin arablar har doim ham hozirgidek Isroil oldida ojiz va qo'rquvda qolishmagan. Arab davlatlari hatto Isroilga hujum qilib ma'lum darajada muvaffaqiyatga erishgan. Gap shundaki, 1973-yil 6-oktyabr Isroilda eng muqaddas kun Yom Kipur, ya'ni Tavba kuni edi. Ko'chalar bo'sh, radio jim, hatto televizor ishlamaydi. Butun mamlakat ibodat bilan band. Aynan shu kunda Misr va Suriya bir vaqtda hujum boshladi. Bu Isroil tarixidagi eng og'ir kunlardan biri bo'ldi. Lekin bu urushda faqat qurol bilan emas, aql, sabr va strategiya bilan ham kurashildi. Bugun biz ushbu urushning sirlarini ochamiz. 1967-yilda Isroil 6 kunlik urushda g'alaba qozonib katta hududlarni egallab olgan edi. Misrdan Sinay yarim oroli, Suriyadan Golon tepaliklari, Iordaniyadan g'arbiy qirg'oq tortib olingan edi. Misr prezidenti Anvar Sadat va Suriya rahbari Hofiz Asad bu hududlarni qaytarib olishga qat'iy qaror qildi. Lekin ochiq urush emas, kutilmagan zarba kerak edi. Anvar Sadat juda aqlli ish qildi. Isroilni chalg'itish uchun harbiy mashqlar o'tkazdi. Isroil bu ham har doimgi mashqlardan biri deb o'yladi. Diplomatik muzokaralar boshladi. Tinchlik ishlayotgandek ko'rsatildi. Hujum sanasini Yom Kipurga belgiladi. Chunki aynan shu kunda Isroil askarlari ibodat bilan band, aloqa vositalari o'chiq, zaxira kuchlarini chaqirish qiyin bo'ladi. Bu strategiya go'yo harbiy daholikning belgisidek ko'rinardi. 6-oktyabr soat 14:00 janubda 100 ming Misr askari Suvaysh kanalini kesib o'tdi. Isroilning mustahkam Barlev mudofaa liniyasi bir necha soatda yanchib tashlandi. Shimolda Suriya tanklari Golon tepaliklariga bostirib kirdi. 1400 Suriya tankiga qarshi Isroilning atiga 180 tanki bor edi. Isroil armiyasi bu hujumdan gangib qoldi. Dastlabki 24 soatda yo'qotishlar dahshatli edi, lekin Isroil ham qo'l qovushtirib o'tirmadi. General Ariel Sharon o'z tanklari bilan Suvaysh kanalini kesib o'tdi va Misr armiyasini o'rab oldi. Aytgandek, musulmonlarni ayovsiz qirgan Ariel Sharon nomiga atab qo'yilgan Ariel kir yuvish vositalarini siz yaxshi bilasiz. Shimolda ham Isroil zaxira kuchlari Suriyani orqaga surdi. AQSh Isroilga qurol yetkazdi. SSSR arablarga harbiy yordam berdi. Bu urush ikkita buyuk davlatning proksi urushiga aylandi. 18 kundan keyin ikkala tomonning ham kuchlari tugab, otishmalar to'xtatildi. Harbiy jihatdan Isroil yana omon qoldi va ma'lum darajada muvaffaqiyatga erishdi. Lekin siyosiy jihatdan arablar g'alaba qozondi. Afsuski, arablar keyinchalik 1973-yildagidek birlasha olishmadi. Misr prezidenti Anvar Sadat Isroilga bo'lgan siyosatini o'zgartirdi va arab liderlari orasida birinchi bo'lib Isroilga tashrif buyurdi. Bu esa ayrim misrliklar va arablar o'rtasida sotqinlik deb baholanib, 1981-yil 6-oktyabrda Misr poytaxti Qohirada o'tkazilgan harbiy paradda Anvar Sadat harbiylar tomonidan uyushtirilgan suiqasdda o'ldirildi. 1973-yil Arab-Isroil urushi tarixga Oktyabr urushi nomi bilan ham kirgan. Bu urush natijasida Misr 1979-yilda Sinay yarim orolini tinch yo'l bilan qaytarib oldi. Anvar Sadat va Isroil bosh vaziri Begin Nobel tinchlik mukofotini oldi. Arab dunyosi o'zining harbiy kuchini isbotladi. Arab mamlakatlari neft yetkazishni ma'lum vaqtga to'xtatdi. G'arb iqtisodiyoti larzaga keldi. Bu urush Yaqin Sharq siyosatini butunlay o'zgartirgan desak mubolag'a bo'lmaydi.